Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men qarindishinglar Husayn Tajalli, vatanimiz Sharq Turkistonning Qashqar shahri ichidan. Biz 6 bola, 3 ocham, 2 inim bor. 19 yildan beri men o urug' tuqqanlarim va ota-onam va uyimdan ayrilib yashayapman. 2014-yilga qadar ota-onam bilan maxfiy bir shaklda ma'lum vositalar orqali telefonlashib, ahvol so'rashib tura oldik. Ammo 2014-yildan keyin butunlay aloqam uzildi. Urug' tuqqanlar bilan zodi 5-10 yil mobaynida ularning telefon qilmasin degan talabiga asosan telefonlashib qilmaydik. 2014-yildan keyin 70 yoshga kirib qolgan dadam, 65 yoshga kirib qolgan onam bilan telefon aloqamiz butunlay uzildi. Shundan keyin ular kampidimi, turmudimi, hayotmi, vafot bo'lib ketdimi, bundan hech qanday bir xabarim yo'q. Bu dard endi faqat mening va yoki sizning beshingizga emas, butun Sharq Turkistondagi butun Sharq Turkistonliklarningki beshiga keldi. Aslında bizningki urug' tuqqanlarimizni, ota-onalarimizni kampiga solsin, turmaga olsin, ammasin, Sharq Turkiston, ya'ni besilingan bu zaminni qutuldirish bizning ustimizga Alloh tarafidan belgilangan farz edi. Uyg'onishimiz, bu vazifani qo'lga olishimiz kerak edi. Ammo bugun uning ustiga bir zulm qo'shilib keldi. Uning uchun butun muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimizning ustiga bu vazifa ayinning ustiga ayin bo'lib, bosh tortib bo'lmaydigan buyuk bir xizmat va vazifa bo'lib ketdi. Va bizlarga emas, butun dunyodagi musulmon ummatningki Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lish, ularga yordam qilish, ularni dunyoninki dushmani bo'lgan, dinning dushmani bo'lgan, insoniyatning dushmani bo'lgan Xitoy tajovuzchilarininki qulliqidan, asaratidan qutulib turib chiqish vazifasi ustiga farz bo'ldi ularning ustiga. Ammo biz ularga qarab turmasdan, boshqa davlatlarga, boshqa millatlarga qarab turmasdan, avvalo o'zimiz uyg'onib, avvalo o'zimiz bu xizmatning oldida menib, cho'qim badal to'laydigan bo'lsak, inshaalloh, shu zolim Xitoy fashistlarininki ochgan kamplarni pat fursatda taqashqa Alloh taolo bizga yordam qilg'usi. Agar biz ching turib jasoratli bo'lib, iymon bilan bu yo'lda dag'dan mangdigan bo'lsak, vatanimiz Sharq Turkistonni Alloh subhanahu va taolo bizga mustaqil qilib bergusi inshaalloh. Shuning uchun butun muhojirlarimiz uyg'onayotdi. Buningdan keyin uyg'onmaganlarning ham uyg'onishini umid qilaman. Hammalarning bu mujodilaga o'rtaq ovoz qo'shishini umid qilaman. Chunki bugun balkim sizning beshingizga kelmagan edi va keldi. Endi yana kelmaganlarning beshig'imi yana kelib qilishi mumkin. Chunki Xitoyning zulmining o'chirtini saqlab turmasdan butun muhojir Uyg'urlarningki umumyuzlik shaklda ovozini chiqarishini, bu mujodala qilishini, mili bilan, jini bilan, nafsi bilan, qini bilan o'rtaq shaklda Xitoy tajovuzchilariga qarshi ko'rishimizni ilib berishimiz va adoqqicha davomlashtirishimizni umid qilaman. Assalomu alaykum.